Men Qorako'l tumanidan keldim-da. O'g'lim bir hammaga assalomu alaykum. Men Toshkentda Kapital bankga kelyapman. Buni ichkarisiga kirib bo'lmaydi, chunki hurmatli Shavkat Mirziyoyev ya'ni bu yerga kirib bo'lmaydi. Chunki bu yerga kirib o'zini xodimlarini ayblarini aytsangiz, sразу Milliy gvardiya xodimlarini chaqiradi-da. Mana hozir men Kapital bankga kelyapman. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, nima uchun bular men kelganda Milliy gvardiya chaqirib, haqqini talab qilib kelgan odamga bular Milliy gvardiya chaqiradi. Bu shunaqa bir filialda, bu shunaqa bir tashkilotki, bu yerda o'tirganlarga pul kerak, mana oyog'iga malyubalar olish kerak, mana masalan zo'r mana masalan mashinalar minadi-ku bular misol. Lekin mana Kapital bank yondaman. Mana men bu yerga kirsangiz, chunki Milliy gvardiya chaqirishib odamlarni Kapital bank mana odamlarga endi menga shunoq qilgandan keyin mendan boshqalar ham bu qilingan xato deb o'ylayman. Bu Kapital bankdan qachongacha jabr ko'rib yashashimiz kerak? Shu savolga kimdir javob beradimi? Mana bu yerga kirish boshqa, bu nima uchun bu Kapital bankdan xalq dardima shu yerga kelganman. Ular keyin yuristi bo'lgan, Milliy gvardiya chaqirgan. Men haqqimni talab qilganman. Ular nima qilgan? Ular tutganda mana Kapital bank mana hozir ichiga telefon bilan kirsangiz, "Men kirding" deydi. Chunki bularda bu Kapital banki mana shunchalik darajadagi xalqni juda qiyin vaziyatga qo'yib qo'ygan. Men shu yerga kelganman. Ikkinchi etajga chiqamiz deganimizda bizlar Milliy gvardiya xodimlarini chaqirtirib, bizlar bu yerdan chiqartirgan vaqt. Bu Kapital bank bilan bizlar masalamiz qachon bitadi? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, men Buxorodagi joydan kelyapman. Bu Kapital bank bizlarga buncha zulm beradi. Savol. Bularga O'zbekistonda qonun ishlamasa kuch. Bular bir qanaqadir kuchmi bular? Men shu savollarga hurmatli prezident javob so'rayman. Chunki men bu gaplarni aytayotganim, masalan, siz sha'ningiz yoki boshqasini sha'niga nima qilish maqsadida emas. Oddiy fuqaroni so'zi inobatga olinmaydi. Hech qachon oddiy fuqaro murojaati eshitilmaydi. Chunki yo'q. Mana bugun bironta o'tirgan masalan vazirlar bor, boshqasi bor, uchrashish kerak, masalan, muammomizni aytish kerak bo'lsa, ular ariza tashlash kerak, keyin uchrashish kerak. 8 oy, pas 7 oy bo'lyapti, Baxtiyor aka ariza tashlab ketganman xalq qabulxonaga. Lekin mana javob yo'q. Hozir mana borib, mana shu masalani bir o'rganib kelamiz. Qani hurmatli prezident, bu bizlarga bular yetkazilgan zararga ko'ra bizlarga javob beriladimi degan savolni beryapman. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, bu kapitalga davlat qonuni kuchlari ishlaydimi qonunlar? Yo sadece bizlarga o'xshagan oddiy xalq uchun? Meni bu gapimdan hech kim jahli chiqmagan. Sadece men haqqimni talab qilib kelganman. Mana bu yerdagi Glavnoy ofis tepada divani bor. O'sha yerda haqqimni talab qilib boshlagandan keyin ular Milliy gvardiya xodimlarini chaqirishib, so'ng Milliy gvardiya xodimlari ham ularga biz haq nima qila olmaymiz, nima deyishimiz mumkin deganda chiqaringlar bu odamni deganda, ko'ryapsizmi, haqqini talab qilib kelgan odamga mana znaklarigacha qo'ygan, mana sariq emblemlarigacha qo'yib, mana Buxoroni qon qashlatib turgan Kapital bank. Bularga Kapital bankga bu O'zbekistonda qonunda chora ko'riladimi degan savol men shubha ustida qolyapti. Chunki uni orqasida kimdir bor, kattaroq inson borki, uni so'zi o'tmayapti. To'g'ri, Alisher Usmonovkidir, boshqadir. Endi men bilmayman, menga quloqqa yetib kelgan gap so'zlarga ko'ra, men o'zim faktim yo'q. Bular Buxorodagi filiali ham, bu ham hammasi bitta. Chunki bularda bitta maqsad borki, hurmatli prezident, bular moshin purish, o'zini sug'urta kompaniya qanaqadir ochib olgan, misol Buxoroda yo'q joyga xalq fuqaroni bo'yniga pul ildirib qo'yish, bular aybdorlar qachongacha? Bu nima qilishimiz kerak? Rossiyaga ketishimiz kerakmi? Qaysi davlatga ketishga? Xalqini
o'z davlatidan surgun qilishga majbur qilib ishlashga, surgun davlatlarda xo'rlanishga majbur qilayotgan mana bu Kapital banki O'zbekistonga chora bo'ladimi? Men shu savolga javob qidiryapman, hurmatli Shavkat Mirziyoyev. Hurmatli prezident. Bular qachongacha bu xalqqa bu narsani nobud bosib kelinadi? Bu savolga javob beriladi. Mana Kapital bank, mana markazisi. Hozir kirsangiz bular boshqa bir masalalar bo'yicha xalq bilan tortishib keladi. Xalq haqqini so'rasa, bu yerda Milliy gvardiyadan chaqirishadi bular. Shuning uchun, hurmatli prezident, bu bank O'zbekistondan ketishini talab qilamiz, boshqa narsa qilmayman. Chunki bitta man emas. Buni delasini ko'tarish kerak. Buni fuqarolarga bitta e'lon bering axborotda. Kapitaldan kimlar norozi, qanday sifatda norozilik bo'linganlik to'g'risida qiling. Agar 30-40 million aholi bo'lsa, shuni hech bo'lmasa bir 10 millioni nima qilmasa, murojaatini yubormasa, ana men ferizmasman. Shunchalik axborotda Kapital bankdan kim norozi ustidan masalan aytiladi-ku axborotlarda. Kapitaldan kimlar norozi, nima uchun sababini chiqaring, shikoyatlar bo'lsa yo'llang deng. Agar O'zbekistonning bo'lmasa bir 10 million aholisi yuboradi. Shuning uchun bularga qandaydir kuch bo'lgan, bular qandaydir kuch orqasida turibdi, lekin bizlarga qonun oldida bular javob berishini va men yetkazilgan zararni boshqasini mana men yurgan mana shularga bo'lish kerak. Chunki bank oldida turgan mashinaga qara. Xususiy mashina. Lekin misol men buni husumatim yo'q. Qancha oylik olyapti? Bu pullar qayerdan kelyapti? Menga o'xshagan oddiy viloyatdagilari sumurish maqsadida kelyaptimi? Shuni inobatga olib berasiz degan umiddaman, hurmatli prezident. Mana Kapital bank, Toshkent shahar Mustaqillik maydonining yonidagi nimaning yonidagi Kapital bank. Bu yerga men kelganman. Yuristi ham, boshqasi ham fuqaro bilan gaplashishni xohlamaydi. Chunki murojaatini hech xohlamaydi. Xo'p, mayli. Buni bir nimaga o'tib kutamiz endi. Izoh. Qani oddiy fuqaro ham O'zbekistonda yashash huquqi bo'ladimi, yo'qmi? Shuni so'raman. Siz men bilan uchrashishingizni men talab qilaman. Chunki nimaga? Men siz men bilan uchrashib bu bank muammosini, bu narsani O'zbekistonimizda, davlatimizda bu xalqda masalan siz chiqarayotgan qonunlarda norozilik kayfiyatini uyg'otayotgan mana bu Kapital bank masalan boramiz chiqaysa bir masalan kattakonlar qabul qilmaydi-da. Bular chiqargan qonunni, konstitutsiya bulari shartnomalarni, bir shartlarni o'qib ko'ring-da. Mana shu odam aytdim, nimasiga yetib qoladi. Shunga nima qilib kelgandim, hurmatli prezident? Avvalambor mana men hozir rahbarning oldiga ham bir kirib chiqaman, Kapital banki rahbarning oldiga. Mana uncha fuqarolar kelyapti. Qanaqadir qiynalish maqsadida, men bilmayman. Mana o'shagan dardi. Ko'p odamlar ko'p bu yerda. Xo'jangiz bilan gaplashlaydi. Hamma muammo ishchimi? Yo'q, xo'jangiz bilan uchrashib bo'ladimi? Sizga qaysi xo'jayin kerak? Men bilan shug'ullanmayman. Kredit masalasi bo'yicha. Kredit masalasi bo'yicha. Siz shu filialni olganmisiz? Yo'q, Buxorodan olingan. Unda siz Glannoyga borishingiz kerak. Glannoy Buxoro unga bo'ysunadi, bizga bo'ysunmaydi. O'tgan safar nimaga yubordilar unda bu yerga? Yo'q, xalqni zo'r qilasizlar degan. Xudo xolasa inshaalloh bu kapital bo'yicha yaxshi chiqishlar qilib, prezidentimizga sizlar qanaqa xalqni zulm qilayotganlaringizni fuqarolarga shu masala bo'yicha men nasib bo'lsa Buxorodan 700 kilometrdan kelganman. Shu masala bo'yicha hozir yana bir 5-6 kishini chaqirib, men yo'q, bu banklar bor-ku, sizlar sadaqacha xalq sumurish maqsadida kelingan. Qonun sizlari ichki tartiblaringizni o'zlaringiz o'qisangiz, o'zlaringiz tushunmasangiz kerak deb o'ylayman mencha. Yarim ruscha, yarim o'zbekcha. O'zbekiston davlatida bu sizlar chiqarayotgan bu nimalar konstitutsiya kitobi ham qo'yib olibsizlar-ki, prosta mendan xafa bo'lmang. Prosta sizlar вообще bir nima bank ekanlaringizda. Foydasi yo'q. Va deyapman. Mana men hozir kiryapman. Hurmatli prezident. Ko'rdingizmi? U yondan bu yona deydi, oldingi safar shu yerga yubordi galarni. Ular bu yona. Bu ko'rdingizmi? Fuqarolar qandoq? 700 kilometr joydan kelyapti. Yo'q, 700 kilometr joyda. Lekin mana bo'layotgan haqsizliklar bu Kapital bankdan
Masalan, mana shuncha fuqaro kelgan bo'lsa ham, shu bular qabul qilishi ham boshqasini ham. Chunki muammoni o'zicha to'g'ri, buni orqasida katta odam bordir. Lekin davlat rahbari, hurmatli prezident, men bu masalani yechishimga amaliy yordam berasiz degan umiddaman va kurashishimiz kerak. O'g'lim, rahmat.